Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Darslarimizni davom etamiz. Problem solving masalalari bo'yicha 7-darsimiz. Xo'p, biz problem solving masalalarini yechish uchun jami 21 ta darsni reja qilganmiz. O'sha agar sizlar birinchi darsdan boshlab so'zlarni yodlab kelaversak, nasib bo'lsa, o'zi oxirgi darslarimizda bemalol tarjima qilib ishlaydigan darajaga yetamiz. Xo'p, 7-darsimizda ham bir nechta yangi so'zlar ishlatilgan. Ularni slayd avvalda keltirib o'tdim. Iloji boricha buni yozib olinglar, yodlashga harakat qilinglar, chunki keyingi misollarimiz, murakkab misollarda ham aynan shu so'zlar ishlatiladi. Faqat ba'zi so'zlarimiz o'sha masala uchun tegishli so'zlar. Masalan, bu yerda ark so'zini ishlatyapmiz, yoy deb tarjima qilinadi. Bu juda ko'p kerak bo'ladi. Line segment, kesma so'zi 3 tala misolda ishlatdik, bu ham ko'p ishlatilyapti. Subset, qism to'plam. Subset so'zini masalan eslab qolish qiyin emas. Nega? Set so'zi to'plam degani. Subset demak qism to'plam. Empty so'zi ham juda ko'p keladi, bo'sh. Expressed degan so'z ham juda ko'p keladi, ifodalangan, ifoda deb turib expressed so'zi juda ko'p keladi. Masalan, bu yerda paperback so'zi ishlatilyapti. Ya'ni qog'oz muqovali deb tarjima qilingan. Bu masalaga tegishli so'z. Ya'ni ayni bitta masalani shartida ishlatilgan. Unchalik ham ko'p ishlatilmaydi. Xuddi shunday hardback, shelf so'zlari ham xuddi shunday. Lekin mana bu yerdagi asosiy so'zlarimiz xo'p, bizga keyingi misollarda ham juda ko'p kerak bo'ladi. Shuning uchun yodlashga harakat qilinglar hammasini iloji boricha. Xo'p, biz ham masalalarda takrorlab eslatib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu yerdagi so'zlar ham xuddi shunday. Xo'p, masalalarimizga o'tamiz. Birinchi masalamiz, demak, tarjima qilishga harakat qilamiz. The points. Xo'p, shu yerda yana bir narsani aytib beraman. Point so'zini ishlatdik avvalam. Point nuqta. Points oxiriga s qo'shilyapti, demak nuqtalar degani. Point o'zi nuqta. Ingliz tilida shunday ekanki, oxiriga s qo'shilsa, points nuqtalar degani ekan. Xo'p. R, T va U nuqtalar. Lie on a circle. Mana shu so'zni ham ko'p ishlatdik. Lie in the line deb ishlatdik. Lie deganini yotadi deb ishlatdik. Ya'ni lie on a circle aylanada yotadi. That ya'niki qanaqaki has radius 4. Radiusi 4 bo'lgan aylanada RTU nuqtalar yotadi. Xo'p. Taxminan aylana chizadigan bo'lsak, R T U nuqtalar yotadi. Xo'p, aytayapti. If the length of arc, length so'zini juda ko'p ishlatyapmiz. Length so'zi demak bizga uzunlik deb tarjima qilinyapti. Agar uzunlik RTU arkning, agar RTU arkning uzunligi, mana is so'zgacha bitta tarjima qilyapmiz. Agar RTU arkning uzunligi 4pi taqsim 3. Demak, mana bu ark degani yoy, mana bu yoyning uzunligi 4pi taqsim 3 ekan. What is the length of the line segment RU? Line segmentni kesma deb tarjima qildik. RU kesmaning uzunligi nimaga teng deyapti? Xo'p, mana bu RU kesmani uzunligini so'rayapti. Markaz bilan R nuqtani tutashtiramiz, radiusimiz shartda 4 ga teng. U nuqtani tutashtiramiz, radiusimiz 4 ga teng. Mana bu yerdagi yoyimiz 4pi taqsim 3 ga teng. Yoyning uzunligini topishda biz ishladik. Uzr, xo'sh. L teng alfa R formulani ishlatardik. Demak, bizga L bo'lyapti 4pi taqsim 3, alfamiz bo'lyapti. Xo'p, alfamizni bilmaymiz. Radiusimiz bo'lyapti 4. Demak, 4 la qisqarsa, xo'sh, alfamiz pi taqsim 3, ya'ni 60 gradus ekan. Alfa 60 gradus bo'lsa, 4 bilan 4 teng. Demak, mana bu uchburchak teng yonli bo'lyapti. 60 ligidan teng tomonli bo'lib qoladi. Xo'p, RU teng 4 bo'lar ekan. Tarjimasini qila olsak, geometrik masalalarimiz ham unchalik murakkablik qilmaydi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchi masalamiz. Xo'p, bu yerda mana o'sha subset so'zini ishlatyapmiz. Mana set so'zi bilan birgalikda kelyapti. Xo'p, the subset of the set WXY. Demak, WXY to'plamning qism to'plamlari deb turib, mana o'sha qism to'plamlarni beryapti.
w x y w x vy xy and mana buni aytyapti. Mana bu qaus qo'yib turib orasini bo'sh qoldiryapti, bizga informatsiya beryapti. The empty subset, ya'ni bo'sh qism to'plam deb informatsiya berib ketyapti. Biz o'zimiz bo'sh to'plamni mana bunday belgilashga o'rganib qo'yganmiz. Demak, bu jimat misoli bo'yicha, jimat strategiyasi bo'yicha, demak, ikkita qaus olib orasiga qo'ymay ketyapti. Buni aytyapti bo'sh qism to'plam. Xo'p, aytyapti how many subsets of the set vx yz. Demak, vx yz to'plamning nechta qism to'plamida contain v ni o'z ichiga oladi. Demak, how many subsets of the set wx yz to'plamning nechta qism to'plami v ni o'z ichiga oladi deyapti. Xo'p. Bunda nima qilamiz? Demak, 4 ta elementdan iborat to'plam berilgan ekan. Buni qism to'plamlarini qaraydigan bo'lsak, qism to'plamlarini hozir biz mana bunikini qarasak. X, Y, Z to'plamnikini qarasak. X, Y, Z to'plam 3 ta elementdan iborat bo'lgani uchun uni elementlari soni 2 darajasi 3. Qism to'plamlari soni 2 darajasi 3. 8 ta bo'lar ekan. 8 ta qism to'plami bo'lar ekan buni. Endi o'sha 8 ta qism to'plamni mana bu 3 talik shakldagi kabi 8 ta qism to'plamni yozib chiqsak-da, har biriga w qo'shib chiqsak. Har biriga w qo'shib chiqsak. O'shandan keyin demak 8 ta qism to'plamida w qatnashar ekan. Mana bu to'plamning 8 ta qism to'plamida. Xo'sh, o'zi nechta qism to'plami bor buni deydigan bo'lsa, 2 darajasi 4, 16 ta qism to'plami bo'lar. Bizga demak w qatnashadiganlari 8 tasida w qatnashar ekan. Bu qandaydir bu masala o'sha kombinatorika, shu tipga tegishli, ya'ni jimat bo'yicha elementary combinatorics deyiladi. Elementary kombinatorika deganday bo'ladi. Kombinatorika masalasi asli. Xo'p, tushunarli bo'lsa, keyingi masalani ko'ramiz. Agar mana shu masalada xatoliklar bo'lishi mumkin, ya'ni qayerdadir tarjimasini qilib turib, ishlanishda adashib ketishi mumkin. Yoki-da tarjimasida biror joyda adashib ketishi mumkin, yoki siz birorta joyiga tushunmay qolishingiz mumkin. Shunaqa holatlar bo'lsa, bemalol guruhda yozib yoki ovozli xabar qoldirib, so'rashingiz, aytishingiz mumkin. Keyin onlayn darslarda ham jonli dars qilganimizda aytishingiz mumkin. 7-dars mana shu misolda tushunmagan joyim bor edi. 7-dars mana shu slaydda xatolik bor deb bemalol aytishingiz mumkin. Xo'p, keyingi savolga qaraymiz. Xo'sh, tarjima uchun bu yerda lug'at keltirmadim. Demak, o'zimiz tarjima qilishimiz kerak. Can be expressed degani expressed ifodalanadi deb berdik. Ifodalanadi deb berdik. Can be expressed ifodalana oladi deb aytmoqchi. The number mana bu. Demak, mana shu ildizli son can be expressed ifodalana oladi as x plus y ilzosti 3 for some integers x y. X y birorta butun sonlar uchun mana shu ko'rinishda ifodalana oladi. S so'zi mana shu shaklda bergan. Demak, mana bu son x va y biror butun sonlar uchun mana shu shaklda ifodalana oladi deyapti. What is the value of x y? X y ning qiymati nimaga teng deyapti. Bu demak o'sha o'zimiz bilgan ildizlardagi misolni inglizcha varianti. Xo'p. 63. Demak, 36 ni ajratib olsak 2 ko'paytiruv 18 ildizosti 3 deb turib. Xo'sh, endi mana bu yig'indisi 63 ga bo'ladigan qilib guruhlash kerak. Xo'p. Mana shu shaklda yozib oldim. Ya'ni 18 ni 6 ko'paytiruv 3 dedim. 3 ni ildiz tagiga kirgizib oldim. 9 bo'lib kirdi. 9 kira 3 27. Demak, 6 bizga ildizosti 27 dan katta bo'lgani uchun bu bo'ladi. Xo'sh, ildizostida 6 minus ildizosti 27 ning kvadrati bo'ladi.
Demak, bundan 6 minus ilzosida 27 chiqadi. Endi buni biz mana bu shaklda ifodalanishimiz kerak. Xo'p, bu shaklda ifodalasak 6 minus 3 ilzosida 3 bo'ladi. Demak, bizdan x, y ning qiymatini so'rayapti. X imiz bizga bo'lyapti ekan 6, y imiz bo'lyapti minus 3. X ko'paytiruv y demak minus 18. Keyingi savolga o'tamiz. Savol sharti bir qaraganda murakkab savol deb tushuncha beryapti. Demak, shart hech qanday murakkabligi yo'q. Bir boshdan tarjima qilib ketamiz. Zero so'zi bor degan ma'noni bildiradi, bor. Demak, on a shelf, shelf so'zini javon, kitob javon deb bildik. On a shelf degani javonda. Javonda 10 ta kitoblar bor. Of which 4 are paperbacks. Demak, 4 tasi qog'oz muqovali, paperbackda aytdik, qog'oz muqovali va 6 tasi qattiq muqovali. Demak, 10 ta kitob bor, 4 tasi beti yupqa betli, 6 tasi qattiq muqovali. Xo'p, how many possible selections? E'tibor bersanglar, how many so'zini juda ko'p ishlatdik. Nechta, qancha? Possible so'zi, demak, buni ham juda ko'p ishlatyapmiz. Mumkin bo'lgan deb turib, ya'ni eng katta qiymati mumkin bo'lgan deb o'zimiz o'zbekcha misollarda ham ishlatamiz. Possible, mumkin bo'lgan. Selections degani tanlovlar, tanlash usullari deyapti. Xo'sh, nechta tanlash usullari bor deyapti? 5 ta kitob from the shelf degani shkafdan 5 ta kitob olinsa, at least one paperback and at least one hardback. Demak, kamida bitta paperback va bitta hardback bo'ladigan qilib tashkil etishni nechta usuli bor deyapti. Xo'p, umumiy tarjimani aytaman. Xo'sh, 10 ta shkafda 10 ta kitob bor, 4 tasi qog'oz yuqa betli va 6 tasi qattiq muqovali. Xo'sh, 5 ta kitobdan, 5 tadan, shkafdan 5 tadan olsak, xo'p, hech bo'lmasa kamida bittasi qattiq muqovali va kamida bittasi qog'oz muqovali bo'lishi ehtimolini so'rayapti. Bu bizga guruhlashga doir masala. Demak, birinchi shkafda 10 ta kitoblarni 5 tadan guruhlab olamiz. Xo'p, demak 10 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial. Bizga qoladi 6, 7, 8, 9, 10. Pastiga demak 1, 2, 3, 4, 5. Xo'p, qisqartirishlarni bajaramiz. Ko'paytirishlarni bajaramiz. 7 kere 9 demak 63. 63 ni 4 ga ko'paytirsak 252. Demak, 10 ta kitob ichidan 5 tasini tanlab olishda 252 xil guruhda amalga oshirish kerak. E'tibor bersanglar, tartibi muhim emas. Xo'p. Endi aytayapti, o'sha tanlangan 5 ta kitobning ichida hech bo'lmasa bitta qog'oz muqovali bo'lsin deyapti. Asosiy kalit so'z mana shu. At least one paperback. Nega? Chunki paperbacklar soni kamda, 4 tada. Bitta hardback doim aniq bo'ladi qattiq muqovali. Nimaga? Chunki bu 4 ta yuqa muqovali tanlab olsam ham maksimal qilib 4 tavini olsam ham baribir ham bitta 5 ta bo'lishi uchun bitta qattiq muqovali qo'shishim kerak. Bu yerda aytayapti, shkafdan 5 ta kitob olindi. Bitta qattiq muqovali va bitta yuqa muqovalidan iborat bo'lishi ehtimoli, imkoniyatlarini so'rayapti-da. Xo'sh, sonni so'rayapti. Xo'p, demak, boyaginday mana bu gapdan ko'ra mana bu gap muhimroq ekan. Nimaga? Chunki 4 ta o'sha yuqa muqovali olsak ham kamida bitta qattiq muqovali qo'shilib qoladi. Bu bajariladi doimo. Xo'p, biz demak bunday qilamiz. 6 ta kitobimizni 5 tadan guruhlab olamiz. Ya'ni 6 ta qattiq muqovali bor-ku, o'sha tanlaganda hammasidan qattiq muqovali chiqsin deb turib guruhlab olamiz. Demak, 6 faktorial, 5 faktorial, 1 faktorial. Bu 6. Demak, 6 ta holatda faqat qattiq muqovali tanlab olishimiz mumkin ekan. Jami bo'lib 252 ta holat bo'lsa,
o'sha 252 ta holatdan 6 ta holatni ayirib tashlasak, demak 246 ta holatda bizda bitta yuqa muqovali qo'shilib qolishi mumkin, balki 4 ta yuqa muqovali qo'shilib qolishi mumkin. Shunaqa holat bo'ladi. Menimcha tarjimasiga tushungan bo'lsanglar, matematikasi unchalik muammo emas. Xo'p, keyingi savolimizni ko'rsak, bu ham ehtimollikka tushadigan savol. Keyingi darslarimizda nasib bo'lsa savolni tipini ham keltirib o'taman, chunki jematda savollar asosan 8 ta atrofidagi turlarga bo'linadi. Xo'p, lug'at darsni boshidagi slaydda ham keltirdim, endi mana bu yerda ham alohida keltirib o'tdim. To be chosen degani tanlanishi kerak, tanlanadigan degani. Random so'zi juda ko'p ishlatamiz buni ham, tasodifiy. O'sha bilamiz, random dasturi bor masalan boyagi. Televideniyada telefon nomer tanlab berish random dasturi deydi. Random demak tarjimasi tasodifiy deb tarjima qilinadi. Agar x to be chosen at random from the set, mana shu end so'zigacha bitta tarjima qilyapmiz. Agar x tanlansa tasodifiy mana bu to'plamdan, from the set degani mana shu to'plamdan, mana shu to'plamdan tasodifiy x tanlansa agar va mana bu to'plamdan tasodifiy y tanlansa, tarjima oxiridan kelyapti. What is the probability? Probability degani ehtimolligi degani. Probability mana shu so'zni ham ko'p ishlatamiz, ehtimolligi degani. What is the probability that x y will be even? Will be even. Even so'zini bilyapmiz, juft. Juft will be degani bo'lishi. Biz aytyapmiz, ingliz tilisiga ham e'tibor berib ketamiz. Agar deyapmiz x mana bu to'plamdan x tanlansa, tanlanishi kerak, tanlansa, to be chosen, tanlansa, xo'sh, mana bu to'plamdan y to be chosen tanlansa, tanlanishi kerak deb yozdim, tanlansa deb tarjima qilyapmiz. What is the probability that x y will be even? X y juft bo'lishi ehtimolligi nima deyapti? Xo'p, bunday qilamiz. Ehtimolli degani o'sha bizga kerakli bo'lgan hodisalar sonini jami hodisalar soniga bo'lamiz sodda holatda. Demak, jami hodisalarni hisoblab olsak, xo'sh, x y ko'paytma qiymat oladi. Mana bu yerga x ni tanlab olish uchun bizda 4 ta imkoniyat bor. Y ni tanlab olishimiz uchun 3 ta imkoniyat bor. Demak, x y ko'paytmamiz 12 xil imkoniyatda aniqlanadi, 12 ta holatda aniqlanadi. Xo'p, buni imkoniyatlar ko'paytmasidan bilib olaylik. Demak, bizda n teng 12 jami hodisalar soni. Endi x y ko'paytma juft bo'lishi. E'tibor bersak, bu yerda juft sonlar ko'p, ili bitta minus tomoni bor. Masalan, 2 5 ga ko'paysa ham juft son chiqadi. 2 6 ga ko'paysa ham juft son chiqadi. Lekin 1 mana bu 5 ga 7 ga ko'paysa juft son chiqmaydi. Shuning uchun toqdan ketamiz. Ya'ni x y ko'paytma toq chiqargan holatlarni ko'ramiz, imkoniyatlarni. Demak, birinchi o'ringa x toq bo'lish uchun 2 ta imkoniyati bor bizda, 2 ta imkoniyati bor. Y toq bo'lish uchun ham 2 ta imkoniyati bor. Demak, 4 ta holatda x y toq chiqar ekan. 4 ta holatda. Endi bizdan so'ragan juft bo'lishini. Jami 12 ta holat bo'lsa, 4 ta holatda toq bo'lsa, demak 8 ta holatda juft bo'ladi. Bizda k teng 8. Xo'p, juft bo'lishligi ehtimoli demak 8 taqsim 12. 4 ga qisqartiradigan bo'lsak, 2 taqsim 3 bo'lar ekan. Agar ustozlar mana shu masalani ishlash jarayonida tarjimasida yoki ishlanishda birorta joyga tushunmasalaringiz yoki birorta joyda kamchiliklar bo'lsa, bemalol guruhda aytib qoldirasizlar. Xo'p, keyingi savolimizga o'tamiz. Keyingi savolimiz, demak, shartiga qaraydigan bo'lsak, juda murakkab savoldek ko'rinadi. Demak, tarjimasini qilamiz. The function f, demak, f funksiya, mana shu yergacha f funksiya is defined for each positive three-digit integer. Demak, three-digit 3 xonali integer butun son. Pozitiv musbat. Xo'p,
each har bir, har qanday yoki har bir, defined aniqlangan. Demak, aytmoqchi bo'lyaptiki, f funksiya har qanday 3 xonali musbat son uchun aniqlangan. F funksiya har qanday musbat 3 xonali butun n sonlar uchun aniqlangan. Xo'sh. Xo'p, f funksiya 3 xonali har bir istalgan musbat son uchun mana bu ko'rinishda aniqlangan ekan. Mana bu ko'rinishga aniqlangan deb aytgan ekan. Mana shu ko'rinishda aniqlangan. Xo'p. Masalan, biz birorta 3 xonali uchun bu funksiyaning qiymatini tekshirib ko'rsak, f masalan 213 deb tekshirib ko'rmoqchi bo'lsak, bu nima qiymat chiqaradi bizga? Aytayapti, x, y and z are the hundreds, tens and units digit. Demak, respectively degani mos tarzda n ning birlar xonasidagi raqami z ga, o'nlar xonasidagi raqami y ga, yuzlar xonasidagi raqami x ga mos keladi demoqchi bo'lyapti. Demak, funksiya shunaqa tarzda aniqlangan ekan. Xo'p, 2x 3 darajasi y 5 darajasi z. Mana bu sonimiz uchun hisoblab ko'rsak, aytyapmiz, birinchisi demak yuzlarga mos keladi. 4 bo'ladi. Bu 1 bo'ladigan bo'lsa 3 bo'ladi. Z'imiz bizda 3 bo'ladigan bo'lsa 125 bo'ladi. Demak, f 213 mana shu tarzda hisoblanar ekan. Xo'p, mana shu yergacha tarjima tushunarli bo'lsa, ustozlar, keyin davomini ko'ramiz. Agar tushunmasalaringiz, guruhda so'rab qoldirasizlar, onlayn darslarda so'raysizlar. Agar m va v 3 xonali musbat butun sonlar. M va v 3 xonali musbat butun sonlar. Demak, such that degani mana shu aniqlangan degani. Ya'ni fm, mana bu funksiyaga fm ni qo'ysak, bu chiqargan 9 ta fv chiqargan. Bizdan so'rayapti, m-v nimaga teng deyapti. m-v nimaga teng deyapti. Xo'p, m 3 xonali son, uni qanaqaligini bilmaymiz. 3 xonali sonni. Xo'sh, bilganimiz, xo'sh, m mana shu shaklda bo'lsin. A, B, C shaklda bo'lsin. M sonimiz. Xo'p, V sonimiz X, Y, Z shaklda. Xo'p, Fm ni yozmoqchi bo'lsam, Fm mana bu berilgan shartga ko'ra bizda yoziladi. Fmimiz demak 2 darajasi A, 3 darajasi B, ko'paygan 5 darajasi C bo'lib yoziladi. Bu teng 9 ko'paytirilgan fv ni qo'yadigan bo'lsa, vmiz mana bu yerdan keladi. X, Y, Z bo'lsa, xuddi shuni o'zida keladi. 2 darajasi X, 3 darajasi Y, 5 darajasi Z. Xo'p, bular bir-biriga teng deb mana bu shartdan endi ayniyat qilib o'zimiz tanlayotgan ayniyatdan foydalanmoqchi bo'lsak, xo'sh, 2 darajasi A, 3 darajasi B, 5 darajasi C teng. Demak, 2 darajasi X ko'paytirilgan 3 darajasi Y plus 2 ko'paytirilgan 5 darajasi Z. Xo'p, ayniyat deb qaraydigan bo'lsak, A bilan X bizga teng ekan, C bilan Z teng ekan. Ya'ni bu sonlarimiz mana bu boshlang'ich xonalar teng ekan. Masalan, bunday bo'lishi mumkin mana. M teng bo'lishi mumkin 700 nechidir? 3. O'shandakka V sonimiz ham 700 nechidir? 3. Xo'p, endi mana bu B bilan Y plus 2 ga qaraydigan bo'lsak, ular 2 marta farq qilar, 2 taga farq qilar ekan. 2 taga. Ya'ni Y ga 2 ni qo'shsak, B chiqar ekan. Xo'p, masalan Y sifatida 4 ni tanlab olsak, B'miz bizga bo'lar ekan o'shandan 6. M-V ni hisoblaydigan M-V'miz yuzlar xonasi bir xil, birlar xonasi bir xil, o'nlar xonasi 2 taga farq qiladi. Demak, bu 20. Hozir biz ham buni 763, 743 deb yozmasdan ham fikrlab ham aytib qo'ysak bo'ladi. Mana A'lari bilan X'lar teng. Bu degani yuzlar xonasidagi sonlar bir xil, mana bular bir xil. Xo'p, C bilan Z teng, birlar xonasidagi sonlar bir xil. Xo'sh, mana bu bilan bu 2 taga farq qilib qolyapti. 2 taga, demak, o'nlar xonasi 2 taga farq qildi degani, sonlar bir-biridan 20 taga farq qildi degani. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh, bu yerda
yangi so'z emas, yangi so'z ibora shaklida kiritdim. In base notation so'zini so'zma-so'z tarjima qilsak, baribir matematikadagidek chiqmaydi. Shuning uchun ibora qilib kiritdim. In base notation 10 degani o'nlik yozuvda, ya'ni o'nlik sanoq sistemasida demoqchi. Demak, digits, men bu ko'p so'zlarga e'tibor bersanglar, mana shu tartibda yozyapman. Ya'ni mana bunday siqni keyin larni alohida qilib qo'yapman. Bu nima degani? Digit o'zi raqam degani birlikda. Oxiriga s qo'shilsa ingliz tilida digits bo'lsa raqamlar. Digits bo'lsa demak raqamlar. Is written degani yozilgan. Xo'p. Agar xo'sh 10 usti 50 minus 74 is written yozilgan as an integer in base, demak mana bu so'z nimada? O'nlik yozuvda. Mana bu son o'nlik yozuvda yozilgan. Demak butun son ekan. Butun son, mana shu son o'nlik yozuvda yozilgan. What is the sum of the digits in that integer? That integer degani shu o'sha butun sonni deyapti. Men bunga ishora qilyapti. Mana shu butun sonni sum of digits raqamlarining yig'indisi. What is nimaga teng? Demak, mana shu son o'nlik, mana shu son o'nlik sanoq sistemasida yozilgan butun son. Xo'sh, o'sha butun sonning raqamlarining yig'indisi nima deyapti? Xo'p, buni mana bu holatda birinchi ishlab olsak, demak bizaga aytaylik 10 usti 2 ayrilgan 74 bo'lganda nima bo'lardi? Demak 100 bo'lardi, 74 ayrilib 26 bo'lardi. 10 usti 2 bo'lganda. Xo'p, 10 usti 3 bo'lganda nima bo'lardi? 10 usti 3 ayrilgan 74 bo'lganda bu demak 926 bo'lardi. 10 usti 4 bo'lsa, uni 74 dan ayiradigan bo'lsak 9926 bo'ladi. Xo'sh, e'tibor bersak, 10 ning darajasi necha bo'lsa, mana bu yerda 9 lar o'shandan 2 ta kam bo'lyapti. Demak, 10 ning darajasi 4 bo'lsa, 9 larimiz 2 ta bo'lib qolyapti. Keyin 26. O'shandan xulosa qilib 10 usti 50 haqida aytmoqchimiz. 10 usti 50 nima bo'ladi? Demak, mana bu yerda 9 lar bo'ladi. 9 lar. 9 larimiz soni demak bizga 48 ta bo'ladi. 48 ta bo'ladi. Va oxiriga 26. Bizdan demak shu sonni the sum of the digits raqamlarning yig'indisi kerak. Demak, hammasini yig'indisini hisoblamoqchi bo'lsak, 9 ko'paytirilgan 48 plus 2 plus 6. Xo'p, 9 karra 48 ni hisoblaydigan bo'lsak, bu bizga 360 plus 72 bo'ladi. Plus 8, demak 72 ga 8 40. Xo'p, 360 ga 40 ni qo'shadigan bo'lsak, uzr 80. 360 ga 80 ni qo'shadigan bo'lsak, 440. Bu sizga javob. Keyingi savolimizga o'tamiz. Xo'p, bu misolni shartiga e'tibor bersak, demak, tarjimada bir ikkita yangi so'zlar bor. Ya'ni bu misolda ham o'sha iqtisodiy masala bu. O'zi masalan shartiga qarayapmiz, mana dollarlar ishlatilyapti. Demak, bu iqtisodiy masala. Jimatda masalalarning ko'pchiligi iqtisodiy masala. Chunki jimat bu biznes universitetlariga, biznes skullarga kirish uchun sertifikatda asosan. Demak, bu yerda ham iqtisodiy masala ko'rilyapti. Becky bu ism. Becky degan odam, demak, rented, rent so'zini ijaraga olmoq deb berdim. Rented so'zi demak ijaraga oldi bo'ladi. Edi qo'shilyapti. Buni nasib bo'lsa yig'ilgan vaqtimiz darslarda gaplashamiz. Ingliz tili qismidan bu. Ijaraga oldi. Demak, power tool degani elektr asbob. Power tool elektr asbob. Xo'p, rental shop, rent so'zini hozir ijaraga olmoq deb aytdik. Demak, shop bu magazin. Rental shop degani demak ijaraga beradigan do'kon. Ya'ni chetda shundayki, mashina olib, ijaraga olib foydalanadi. Demak, shunaqa ijaraga beradigan do'kon. Demak, Becky ijaraga beradigan do'kondan elektr asbob ijaraga oldi. Xo'sh. The rent for the tool. The rent degani demak ijara haqi, ijara. O'zi mana hammasi bir-biriga bog'liq so'zi. Rent ijaraga olmoq, ijara, ijaraga beradigan do'kon. Xo'p, the rent for the tool, demak for the tool asbob uchun
ijara haqi $12 for the first hour. Birinchi soatiga, birinchi ishlatgan soatiga ijara haqi $12 ekan. Va deyapti davomidan $3 for each additional hour. Additional so'zini juda ko'p ishlatdi. Addition so'zi negacha bo'lsa, demak qo'shish degani. Additional qo'shimcha, hour soat. Demak, qo'shimcha soat har biri uchun, qo'shimcha soatlar har biri uchun $3. Demak, birinchi soat ishlatganiga $12 to'lar ekan, har ishlatgan qo'shimcha soatiga yana $3 dan minar ekan. Agar xo'sh, Becky paid so'zi to'ladi deb tarjima qilinadi. Becky to'ladi. Total so'zini juda ko'p ishlatyapmiz. Umumiy, jami bo'lib keladi. Umumiy $27 to'ladi. Agar Becky umumiy $27 to'lagan bo'lsa, excluding sales tax bu so'z endi shunchaki qo'shilyapti, savdo solig'i bundan mustasno. Ya'ni bu bizga prosta tarjimani murakkablashtiradi. Ya'ni iqtisodiy jihatdan qaraganda savdo solig'i qo'shilishi bu masalani murakkablashtiradi, lekin o'shani aytib qo'yapman. Excluding sales tax savdo solig'idan tashqari deyapti. Demak, Becky savdo solig'idan tashqari $27 to'lagan bo'lsa, bu degani faqat ishlatgan soatiga to'ladi demoqchida. To rent the tool demak, to'lni ijaraga olish. For how many hours did she rent it? Xo'sh, Becky o'sha asbobni necha soatga ijaraga olgan? Rent it ijaraga oldi. How many hours necha soat? Keyin mana bu she so'zini aytib ketay. She so'zi u demoqchi. Beckyga ishora qilyapti. Demak, Becky qiz bola ekan. Qayerdan bilyapmiz? Mana bu she dan. Agar he bo'lganda edi bu yerda, he bo'lganda o'g'il bolaga nisbat berardi. Demak, u necha soatga asbobni ijaraga oldi o'sha apparatni deyapti. Xo'p, tarjima tushunarli bo'lsa, demak, tarjimani qaytarib o'taman. Becky ijara do'konidan elektr uskuna ijaraga oldi. Xo'sh, ishlatgan birinchi soati uchun $12 va har bir qo'shimcha soat uchun $3 ijara haqi. Xo'sh, Becky savdo solig'idan tashqari faqat ijara pulini umumiy to'ladi $27. Xo'sh, necha soatga u ijaraga olgan? Demak, birinchi soatiga $12 to'lasa, keyin qo'shimcha $3 dan to'laydi, nechidir 2 soatga. Jami bo'lib turib, o'shanda $27 to'laydi. O'shandakka bizda 3x teng 15, x teng 5. Demak, 5 soatiga u $3 dan to'laydi. Mana bu yerda birinchi 1 soatiga to'ladi $12. Demak, jami bo'lib u 6 soatga ijaraga olgan bo'lyapti. Bir qarashda shunday qaraymiz, tarjima murakkabdek ko'rinadi, lekin tarjima qilib olsak, masala unchalik murakkab emas. Ishlasak bo'ladi bemalol. Xo'p, keyingi savolimizni qaraymiz. Oxirgi savol ekan bu. Property so'zini keltirganman lug'atga. Property so'zi xossa, juda ko'p keladi bu so'z ham, ya'ni matematik termin. Xossa juda ko'p keladi. Set of numbers. Number so'zi o'zi raqam. Son aniqrog'i, number son. S qo'shilyapti, bu sonlar demoqchi. Of so'zini birinchi darsda keltirganimizda ning. Sonlarning to'plami, set to'plam. Boya ishlatdik, set to'plam, subset qism to'plam ishlatdik. Ya'ni so'zlar juda ko'p takrorlanyapti. Numbers, set of numbers demak sonlarning to'plami. For any number, har qanday son uchun. For so'zini ham birinchi darsda ishlatganimizda uchun, any bu istalgan har qanday, number son, har qanday son uchun. Xo'p, tarjimani keltirib chiqarsak, a set of numbers demak sonlarning to'plami has degani bor egalik qiladi demoqchi. The property demak sonlar to'plamining xossasi bor deyapti. Sonlar to'plamining xossasi bor. Qanaqaki that degani demak shunday ishora beryapti. For any numbers in the set demak in the set demak to'plamdagi in the set t istalgan son uchun, istalgan t son uchun, to'plamdagi istalgan t son uchun t plus 2 is in the set.
Demak, t plus 2 ham in the set to'plamda deyapti. Demak, sonlar to'plamining shunday xossasi borki, to'plamdagi har qanday t son uchun, har qanday son uchun t plus 2 ham to'plamda yotar ekan. Agar deyapti, agar if agar -1 is in the set, -1 soni to'plamda bo'lsa, which of the following, quyidagilardan qaysi biri, which of the following must also be in the set, ya'ni to'plamda bo'lishi aniq deyapti. -1 agar to'plamda bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri to'plamda bo'lishi aniq deyapti. Xo'p, -1 to'plamda bo'lsa, bu t sifatida kelgan bo'lsa t plus 2. Demak, 1 ham to'plamda aniq bo'lar ekan. 1 to'plamdami? Demak, 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, 3 ham o'sha aniq to'plamda bo'lar ekan. 3 ga yana 2 ni qo'shadigan bo'lsak, 5 soni ham o'sha to'plamda aniq joylashar ekan. Demak, 1 bilan 5 hozircha aniq bor. Xo'p, -3 soni haqida gapiramiz. -3 soni to'plamda joylashishi uchun -5 o'sha to'plamda bo'lishi kerak. -5 o'sha yerda bo'lsa, keyin unga 2 qo'shilib -3 ham bo'ladi. -5 bor yoki yo'qligi bizada masala, aniq emas. Bizada must also be in the set, ya'ni aniq bo'ladi deyapti. Quyidagilardan qaysi biri o'sha to'plamda aniq bo'ladi deyapti. Demak, -1 borligi aniq, bular borligi aniq. -3 borligi aniq emas. Demak, shuning uchun bizga to'g'ri javob 2 va 3 bo'ladi. 2 va 3 faqat. Bu D varianti. Xo'p, ustozlar, shu bilan bu darsga ajratilgan savollarni polna ko'rib chiqdik. Xo'sh, videoni ko'rib ishlashga yana bitta tavsiyam, iloji boricha mana shu slaydlarni 2 ga 1 qilib listga pechat qilib olinglar. Keyin pechat qilib olib turib, birinchi lug'atlarni yodlab chiqsanglar, polna nimaga lug'atni yodlaymiz? Chunki bitta yodlab olsak, keyin ishlatilaveradi, o'z-o'zidan esimizda qolib ketadi. Lug'atlarni yodlab olsak, xo'p, keyin mana bu masalani mustaqil tarjimasini o'sha chiqarilgan pechat qog'ozga o'zingiz yozib, tarjimasini ochiq joyiga o'zingiz ishlashga harakat qilib ko'ring. Keyin videoni ko'rib, videoni ham pauza qilib ko'rishga harakat qiling. Agar tushunarli bo'lib, mana shu tartibda tushunarli qilib 10 ta, 15 ta darsni ko'rib olsak, keyin 21-darsgacha 5-6 ta darsimiz bemalol lug'atlarsiz ishlashga harakat qilamiz. Xo'p, 24 darsda nasib bo'lsa, 21 darsda nasib bo'lsa problem solvingni tugatib olsak, keyin u yoqga logikaga doir misollar, ya'ni data sufficiency bo'limiga o'tamiz. Faqat shuning uchun bu yerda hozir sizdan ham bizdan ham ozgina qattiq mehnat talab qilinadi. Shu natija uchun ozgina kuchliroq mehnat qilishimiz kerak. Iloji boricha birinchi darsdan boshlab hammasini qoldirmay kelinglar, chunki shuni lug'atlarni shunday strukturada tuzyapman. Birinchi darsda ishlatilgan so'zlar ikkinchi darsga, uchinchi darsga keltirilmaydi-da. Ya'ni o'sha bir yodlab olishimiz kerak-da o'sha so'zni. Birinchi darsda yoki ikkinchi darsda lug'atlarni o'sha darsda zo'r qilib yodlab olishimiz kerak-da. Keyingi darslarda o'sha yoddan ishlatishimiz kerak-da qayta-qayta. Shunda demak tarjima qilish jarayoni osonlashib ketaveradi. Yana savollaringiz bo'lsa, bu aytganimdek, kamchiliklar bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol guruhda yozib qoldirsanglar, yoki onlayn darslarda bemalol so'rasanglar, birgalashib yechim topishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Darsimiz tugadi.